Sizga men shunaqa zo'r takliflar beraman, siz bitta sanab kommentariyada yozasiz. Assalomu alaykum, sizni kanalimizda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Birinchi taklifimiz dastavka O'zbekiston bo'yicha bepul bo'ladi. Uyingizgacha bepul degani upakovka holatda faqat. Ikkinchi taklifimiz Vodiy viloyatlariga ustanovkasi ham bepul bo'ladi. Xo'p, uchinchi taklifimiz mebelni pulini borganda berasiz. Eng zo'ri mana shu. Mebel zakaz qilasiz, zaklatini berasiz 1 million so'm, qolgan pulini mebel uyingizga yetib borgandan keyin qo'lingiz bilan ushlaganingizdan keyin berasiz. Dastavka aytganda O'zbekiston bo'yicha bepul. Yana qayda bor bunaqa taklif? Kommentariyada yozib ketingchi. Xudo xolasa bu videoyimizda spalni garniturlari bozordagi eng oldilarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz do'stlar. Mana shu komplektlar ko'rishingiz mumkin. Fasad qismi MDF покрашенный, korpus qismi rossiyskiy laminat bilan yig'ilgan. Ishimiz o'zi spalni tay polniy nasos ko'tariladi, bosh taraflari ham juda chiroyli qilib ishlangan. Biz o'zi qora kraska bilan ishlangan, qo'shimchalariga aksessuarlari tilla rangda bo'lgan. Bu ishga yana ham qimmatli bag'ishlaydi. Xo'p, shkafidan boshlaydigan bo'lsak, shkafimizni eniga 2.60, 3 ta korpusga alohida bo'linadi, bo'yiga 2.15 qilib ishlangan. Bu korpusni ochib ko'rsatamiz do'stlar. Yarmi vishilka, yarmi polkali qilib ishlangan. Tepada yana katta kiyimlar uchun joy tashab ketilgan. Xo'p, o'rtasi profil ayna bilan boyitilgan. Bundan tashqari, agar kelinlarning bo'yi pastroq bo'ladigan bo'lsa, vishilka siz oldingizga tushib chiqadi. Shu holatda turadi. Yana o'zi davutchilik tortib oladi. Mexanizmlar xudo xolasa yaxshisidan qo'yilgan. Pastda mayda-chuda kiyimlar uchun ikkita tortma ham qo'yib ketilgan do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Bu tarafini ham ochib ko'rsatamiz. Bu tarafi ham birinchi korpusga o'xshab yarmi vishilka, yarmi polka qilib ishlangan. Umumiy ko'rinish juda chiroyli. Uyingizga xudo xolasa dizaynni yana ham chiroyliroq qilib beradi. Trim bo'lsa xuddi shunaqa ena bola, er-xotin deymiz buni, oyna bilan boyitilgan. Tepasini ochib ko'rsatamiz. Ikkita tortma, bundan tashqari yana qo'shimcha pastda 3 ta tortma. Pufiga albatta qo'shib beriladi. Pufi bilan oyoq bemalol kirib turadigan joylari bor. Ishimiz o'zi bitta pult bilan svetlari o'chib yonadi. Podsvetkalari bor, spalni diyonlari polniy, mягкий qilingan. Bundan tashqari chesteri ham bor do'stlar. Chesteri ham juda chiroyli qilib ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Ro'parasini olib ko'rsatasiz. Xohlang patinga qo'yadigan qilib oling, farqi yo'q. Bitta pult bilan chiroqlarni boshqarsa bo'ladi. O'zi asli shart emas, uyda shu chiroqni o'zi chiroyli qilib beradi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, boshda aytib o'tdim, 1 million so'm zaklat tashlaysiz, qolgan pulini mebel uyingizga yetib borganda berasiz. Narxi 14 million so'm. Mana shu hammasi upakovka bo'lib siz uyingizgacha borishi bilan. Endi xuddi shu qorani, mana maloshniy rangdagisi, hamma yo'g'i birga bir ishlangan. Do'stlar, faqat rangida farqi bor xolos. Bu ham pultga ulangan. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham pultga ulangan. Xo'p, keyingi komplekt ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Nisbatan bulardan ko'ra arzonroq, lekin sifati bir xil narsa. Qayerlardadir arzonroq aksessuarlar ishlatilgan. Ya'ni aksessuarning sifati bir xil, faqat fasoni boshqacha bo'lganligi uchun arzonroq bo'ladi. Bu ishimiz ham modern ishimiz. Bu ham bozorda juda ko'pchilik yoqtiradigan ish, videolar yaxshi ketayotgan, prosmotr yaxshi yig'ayotgan ishimiz. Shkafi korpus qismi laminat dispida yig'ilgan, 100% PVX kronka, fasadlari MDF покрашенный. Shkafning razmeri 2.60, bo'yiga 2.10 qilib ishlangan. 3 ta korpusga alohida bo'linadi. Bu tarafini ko'rishingiz mumkin, vishilka, polka qilib ishlangan. Xo'p, o'rtasi profil aynak, har doimgidek. Ko'rsangiz bo'ladi, vishilkalari pastga tushadi, il bo'lgandan keyin yana ko'tariladi. Davutchilik mexanizm. Pastda qo'shimcha 2 ta tortmasi bor, mayda-chuda kiyimlar uchun mo'ljallangan. Bu tarafini ochib ko'rsatamiz. Bu tarafi ham birinchi korpusga o'xshagan vishilkali, yarim polkali qilib ishlangan. Trimosi buni boshqa fasonlardan noodatiyligi bilan farq qiladi. Ko'rishingiz mumkin. Tuxumli sensorli oynalar qo'yib ketilgan. Sensor bilan o'chib yonadi, 3 xil svetda. Bundan tashqari 3 ta tortmasi ham bor. Ruchkalar ham MDF da o'zidan chiqarilgan. Tumbasi ham ko'rsanglar bo'ladi. Tumbasi ham trimo bilan bir xil qilib, avalniy qilib chiqarilgan bitta tortmasi bor qo'shimcha do'stlar. Spalnigimiz o'zi chiroyli, hali bejiringina qilib ishlangan. Qo'shimcha bir bachkanali yo'q. Spalni tagi polniy sondiq bo'ladi. Ko'rsangiz bo'ladi. Oyog'ingizni urib olmasligingiz uchun ko'tarib qo'yilgan yonlari apshika qilingan. Bu ishimiz ham birinchi ishimizga o'xshab bitta pult bilan chiroqlari o'chib yonadi. Ko'rsangiz bo'ladi. Agar ishimiz yoqayotgan bo'lsa, video sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Xo'p, bundan ham xuddi shunaqa shartlari 1 million so'm zaklat tashlaysiz, mebel qolgan pulni uyingizga yetib borgandan keyin berasiz. Narxi 13 million so'm, Moderna fasoni. Xo'p, undan nisbatan arzonroq bo'lgan ishimiz Zendo modeli. Ko'rsangiz bo'ladi, shkafi bir xil, 2.60, bo'yiga 2.10 qilib ishlangan, 3 ta korpusga alohida bo'linadi. Xo'p, ishimiz rossiyskiy laminat dispi bilan ishlangan, fasad qismlari MDF покрашенный. Tepasi alohida, pasti alohida bo'lib ochiladi. Boshqa ishlarimizdan farqi shunda. O'rtasi profil ayna bilan boyitilgan. Vishilkalar bor, pastda tortmalargacha qo'yib ketilgan. Ko'rsangiz bo'ladi. Tilla taqinchoqlar uchun alohida joylar qo'yib ketilgan. Bu tarafini ham ochib ko'rsatamiz sizlarga do'stlar. Bu taraf kalta kiyimlar uchun vishilka.
Davchi mexanizmlar hammasi yaxshidan qo'yilgan. Bu ham sensorli oyna, o'chib yonishi, 3 xil svetda o'chib yonadi do'stlar. Tepada 3 ta tortmasi bor, turmoyingizni stulchik qo'shib beriladi. Albatta hammasiga yumaloq pufik qo'shib beriladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, trimodi bosh tarafi, agar siz uyingizga spalnisi tumbalar bilan sig'maydigan bo'lsa, tumbasini boshqa joyga qo'yib foydalansangiz ham bo'ladi. Alohida bo'ladi bu yerdan bu yergacha. Bosh taraf mягкий qilingan mo'shi materiallar bilan ikkita tortmasi ham bor qo'shimcha. Tumbamizda tumbasi ham juda gigant qilib ishlangan. Tumbadan tumbagacha 295 joyga tushadi. Bosh tarafdan oyoq tarafgacha 230 joyga tushadi. Hammasini matrasi yaxshisidan qo'yilgan, 19 qator prujina, 4 yil garantiyasi bor. Matraslarimiz hammasining razmeri uzunasiga 220, eniga 170 qilib ishlangan. Buni ham yonlari mягкий qilingan, bunda ham nasoslar qo'yib ketilgan, polniy sandiq vazifasini bajarib beradi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 12 million so'm. Mebelni yuzga yetib borgandan keyin berasiz. Endi sizga savol, qaysi komplekt sizga ma'qul keldi? Alloh agar sizni qodir qilsa, qaysi komplektni olgan bo'lardingiz? Kommentariyada yozib keting. Telefon qilaverasiz, xudo xolasa 24 ga xizmatinglardamiz. Bizni chetdan kuzatayotgan musofir aka-uka, opa-singillarimiz joninglar sog' bo'lsin. Tezroq vatanga qaytish harakatini qilinglar, sizlarga ham nasib qilsin. Siz bizni oxirigacha ko'rganingiz uchun alohida rahmat.